Bəxt duyğusu ata qila oladigan bu 12 xil odatni hayotingizga singdirib eting. Bəxtga qandaq ta'bir berishingizdan qat'iy nazar, xushal yashash va o'zingiz texmi rozi bo'lgandek hayot kechirish yetkili bo'ladigan nishon. Faqatla kundalik odatingizda ozroq o'zgarish bo'lsa-la kifoya. Masalan, ko'proq uxlash va ko'proq chiniqish qatorliq odatlar sizni bu nishoningizga tezroq yaqinlashtira olishi mumkin. Odatning kuchiga sal qarashqa bo'lmaydi. Agar siz burun biror yomon odatingizni o'zgartirishga urinib baqqan bo'lsangiz, uning qanchalik cho'nqur yildiz tartib ketganligini obdan bilasiz. Yomon odatga o'xshashla yaxshi odatmi cho'nqur yildiz tartgan bo'ladi. Undaqda nemishqa ijobiy odatni kundalik turmushingizning bir qismi qilishga tirishmaysiz? Esingizda bo'lsinki, har kimning baxtga bo'lgan tushunchasi o'xshamag'achqa, baxtni qo'g'lish yo'llari o'xshamaydi. Mubada ba'zi odatlaringiz sizga texmi ko'p besim paydo qilgan bo'lsa yoki turmush uslubingizga mos kelmagan bo'lsa, ularni darhol o'zgarting. Ozroq vaqt sarf qilsangiz hamda takrorlab bersangizlar, o'zingizga nimaning mos keladigan va nimaning mos kelmaydiganligini bayqay olasiz. Kundalik odatlar. Tövəndəki kundalik odatlarni o'zingizga hamroh qilsangiz, texmi ko'p xushallikqa erisha olasiz. Chiniqish. Chiniqish faqat badaningiz uchun emas. Qarallik chiniqish inson miyasidagi besim, tashvish va tushkunlikka chetishlik ximiyalik moddalarni tamponlashtirishga yordam berib qolmasdan yana xushallik va turmushga bo'lgan rozimanlik tuyg'usini oshiradi. Biroqla haddidan ziyoda ig'ir harakatlarni qilishdan hazar aylang. Mubada birdan yuqori sijillikdagi chiniqishni boshlasangiz, osonla charchab, uzunga davomlashtira olmasligingiz mumkin. Chiniqishni oddiy harakatlardan boshlang. Ya'ni piyoda yo'l yurish yoki 5 minutlik badanni so'zish harakati degandek. Bara-bara bu harakatlarning foydasini ko'rgandan keyin harakat miqdorini oshirishni o'ylasangizmi bo'ladi. Yetarlik uxlash. Quramiga yetganlar kunliki kam deganda 7 soat uxlashga muhtoj. Agar kunduzi mugidab qilayotgan, beshingiz ig'irlashib, diqqatingizni yig'olmayotgan bo'lsangiz, bu badaningizning ko'proq orom olishni talab qilayotganligining ifodasi. Navbatdagi uchqandak taraqqiy qilayotgan vaziyatda ba'zi tashviqotlarda insonlarni ozroq uxlashga rag'batlantirayotgan ahvollarmi ko'rilmoqda. Nimani demagan bilan yetarlik uxlashning sog'lomlik, menga iqtidori va hissiyotning muqimligiga ko'rsatadigan rolining intayin muhimligini bilamiz. Shunga qinib uxlashga yordam beradigan ba'zi choralarni o'rganib olishmo zarur. Minnatdorlik bildirish. Minnatdorlikni ifodalab turishning ko'p foydasi bor. Bo'libmi, kishilarning ruhiy kayfiyatini yuqori ko'tarishda foydasi nihoyat cho'ng. Minnatdorlikni ifodalash uchun cho'ng ishlarni qilish ketmaydi. Faqat oddiygina ishlar orqali minnatdorlikni ifodalagili yoki his qilg'ili bo'ladi. Ya'ni xizmatdashingizning bir istakan qahva ilib berishi yoki qo'shningizning sizga qarab qo'l pulanglatishi va yoki illiq quyosh nuridan huzurlanish degandek. Vaqtning o'tishiga ergishib, o'zingizning texmi ko'p ijobiy ishlarga diqqat qilayotganligingizni bayqaysiz. Haftalik odat. Tövəndəki haftalik odatlarni o'zingizga o'zlashtirsangiz, texmi xushallik topa olasiz. Uy yig'ishtirish. Uy yig'ishtirish ba'zilar uchun xuddi cho'ng bir ishdek bosh qitimchiligi bo'lishi mumkin. Lekin uy yig'ishtirish uchun haftada faqat 20 minut vaqt sarf qilsangizlar, cho'ng unumini ko'ra olasiz. Dam olish kunlaringizda ozroq vaqt ajratib, bir uyning ma'lum yerini, masalan, kiyim shkafingizni yoki narsalar qalaymaqon do'lishib ketgan tortmalarni ratlab chiqing. Ishlatmaydigan narsalarni tashlang yoki muhtojlarga berib eting. Berib etishga atagan narsalarni soladigan maxsus bir yeshik tayyorlab, udulliq shu yeshikka silib mangsangiz, narsa keraklarning qayta do'lishib ketishidan saqlanig'ili bo'ladi. Uyingiz qalaymaqonlashib yoki narsa keraklar to'shib ketgandek his qilsangiz, musha amalni qo'llanib ko'ring. Do'stlarni yo'qlash. İnsanlar odatda ijtimoiy mavjudot deb qaraladi. Boshqalar bilan normal ijtimoiy aloqa o'rnatish insonlarning baxt tuyg'usini oshiradi.
Quramıga yetganlarning darhol yangi do'st tepishi sal mushkuldek bilinadi. Muhim masala do'stning sonining qanchalik bo'lishida bo'lmasdan, balki uning sifatida va safosida. Haqiqiy chin do'stdan faqat bir ikkisi bo'lsa-mu kifoya. İjtimoiy aloqani qayerdan boshlashni bilolmayotgan bo'lsangiz, rayoningizdagi fidoilar to'piga qatnashing yoki biror kursga tizimlatib bir narsa o'rganing. Bu orqali atrofingizdagi o'xshash qiziqishdagi fikrdosh kishilar bilan tanisha olasiz va munosabat o'rnata olasiz. Balki ularmi sizga o'xshash do'st izlayotgan bo'lishi mumkin. Tabiatga yaqinlashish. Haftada kam deganda yarim soat yoki uningdan ko'proq vaqtingizni tabiat qo'ynida yeshillikda o'tkazsangiz, kayfiyatingizning yuqori ko'tarilishiga texmo foydali. Har qanday joydagi yeshilzorliklar, ya'ni atrofingizdagi bog'chalar, orqa o'yingiz yoki balkonlaringizga yeshilliklar, gulgiyalar orasi degandek o'zingiz rohatlanadigan, sap havoliq joylar bo'lsa bo'laveradi. Musha yeshilzorliklarda yurgan vaqtingizda eng yaxshisi az to'la chiniqish harakatlarini qilsangiz, texmo yuqori unumga erisha olasiz. Tadqiqotlarda bayqalishicha, yeshilzorlikda sayl qilishga omroq kishilar texmo ko'proq vaqt sarf qilib, uzunroq chiniqar ekan. Oylik odatlar. Tuvandagi oylik odatlarning xushalligingizni oshirishga yordami bo'lishi mumkin. Jamiyatga javob qaytarish. Ba'zi kishilar jamiyatga javob qaytarganda kayfiyatining yuqori ko'tarilib qolganligini bayqagan. Ya'ni oyda biror kun xayr-saxovat o'rinlariga berib, fidoilik qilish yoki biror kecha do'stining bolalariga qarab berish qatorliqlar. Agar bunday ishlarga vaqtingiz bo'lmasa, hech bo'lmaganda atrofingizdagilarni ozroq bo'lsa-mu chiroyli so'zlar bilan maqtash orqali xushal qilishni sinab baqsangiz bo'ladi. Kishilar hamisha siz ko'rsatgan ozroq hurmatdan xushallik his qiladi. Sirtlarga chiqib aylanish. Sirtlarga chiqib billa aylanadigan hamroyingiz bo'lmasa, o'zingiz yolg'iz aylaning. Hech yerda o'z yolg'iz aylanishga bo'lmaydi deydigan qoida bo'lmagandikin. O'zingiz yoqtiradigan restoranlarga berib, ko'nglingiz tortgan yemekliklardan huzurlaning. Uzundan ko'rishni orzu qilib kelayotgan kinolarni ko'ring yoki berishni o'ylab kelayotgan joylarga berib sayohat qiling. Garchi siz ijtimoiy aloqaga amroq bo'lsangiz-mu, ozroq vaqtni yolg'iz qilib o'ylanishga sarf qilsangiz, sizni haqiqiy xushal qiladigan ishlar bilan qayta o'lana olasiz. O'y fikrni xotirlash. Mubodo ko'rishimga 10 minut baldir berib qolgan bo'lsangiz, bu 10 minutni nima ish qilishga sarf qilasiz? Yonifingizdagi torbat yoki applarni ko'rishgimi yoki oldingizda kelayotgan aldirash haftadan ansirashgimi? Bu qisqagina vaqtni o'y fikrlaringizni kontrol qilishga sarf qilsangiz, buning foydasini cho'qim ko'rasiz. Yana bir parcha qog'ozga yoki telefoningizning xotirasiga mayli xushallik aslimlaringiz bo'lsin yoki qilmoqchi bo'layotgan ishlaringiz bo'lsin, xotirlab chiqing. Yillik odatlar. Sizga baxt tuyg'usi bera oladigan turmush odati ustida o'ylaning va yilda shunday odatlardan bir yoki bir qanchani o'zlashtirishga tirishib beqing. O'ylanishga vaqt ajratish. Gerçi yangi yilning boshlanishi har qanday kishining bir oz vaqt ajratib, o'zi va kelgusi to'g'risida o'ylanadigan va yillik planini tuzadigan yaxshi payt bo'lsa-mu, lekin yillik planni bir yilning har qanday chig'ida tuzsa bo'laveradi. Xuddi koni do'stingiz bilan mungdashgandek, o'zingiz bilan mungdashishni sinab beqing. Qanday ahvoling? Nima ishlarni qilyapsan? Bulturga qaraganda xushalmisan? Ammo javobingiz uchun o'zingizni qattiq ayblashdan hazar aylang. Siz yana bir yilga qadam bosdingiz. Mana bu tabriklashga arziydigan sabab. Nishonga qayta qarab chiqish. İnsanlar o'zgarishchan keladi. Shunga qayerga qarab ketayotganligingiz haqida hamda shu siz yetmoqchi bo'lgan nishon shumi emasmi degan savollar ustida qayta o'ylashib ko'ring. Planlaringizni o'zgartirishdan nomus qilmang. O'zingizga mos kelmaydigan nishondan darhol voz keching. Gerçi bu nishon noiti ulug'vardek tuyulsa-mu. Tanga ko'ngil bo'lish. Bundaq so'zlarni burunmi anglagan bo'lishingiz mumkin. Ammo jismoniy va ruhiy sog'lomligingiz bir-biriga zich bog'lanishli bo'ladi. Sizga baxt tuyg'usi ato qila oladigan yaxshi odatlarni yetildirish bilan birga
badaningizni qarallik holda tekshirtib turishmi muhim. Masalan, yilda qarallik salomatlik tekshirtish, qarallik holda tish doktoriga ko'rinib tishlarni tozaltib turish, doktorning og'iz bo'shlig'i va tishni asrash haqidagi tavsiyalarga amal qilish. Qarallik holda ko'zning ko'rish quvvatini tekshirtib turish degandek. Xulosa qilganda nurg'un yaxshi odatlar, ya'ni badan chiniqtirishdan tortib ko'ni do'stlarni yo'qlash yoki tabiat bilan ko'proq uchrashish qatorliq odatlar sizga baxt tuyg'usi ato qila oladi. Bularga qo'shib yana oyda yoki yilda o'zingizga yangi odatlarni o'zlashtirishni sinab baqsangiz bo'ladi. Ammo o'zingizga bak besim qilib olmang. Agar ba'zi odatlar sizga mos kelmasa, uni darhol to'xtating. O'zlashtirishga hargiz zo'riqmang. Agar siz izchil holda hech qanday narsadan xushallik topa olmasangiz hamda o'zingizni doim baxtsiz deb o'ylasangiz, doktoringiz bilan so'zlashib beqing. Bu balki yoshirin xomushlik kasalining alomati bo'lishi mumkin. Doktoringiz sizga yordam qila oladi.